Avtogol sababli otib tashalgan futbolchi haqida eshitganmisiz? Siz kadrda ko'rib turgan futbolchi Andres Escobar u Kolumbiya terma jamoasi safida 1994-yilgi mundialning so'nggi turida AQShga qarshi to'p suryapti. Ammo bir necha soniyadan so'ng o'limiga sabab bo'lgan ishni qilishidan xabari yo'q. Aynan shu avtogol sababli Kolumbiya jahon chempionatining guruh bosqichidayoq musobaqani tark etadi. O'sha davrda siyosiy raqib sifatida qaralgan AQSh bilan o'yindagi alamli mag'lubiyat sababli Escobar kolumbiyalik ishqibozlarning birinchi raqamli dushmaniga aylanadi. Andres oila a'zolarining ogohlantirishiga qaramay Kolumbiyaga qaytib keladi. Avtogoldan 10 kun o'tib o'z mashinasida otib ketishadi. Guvohlarning aytishicha, futbolchining tanasiga 6 marotaba o'q uzgan qotil har o'q ovozi ortidan gol deb baqirgan. Keyinchalik bu ishni qilgan inson ushlandi. U 55 yoshli Humberto Muniz Castro bo'lib, Kolumbiyaning AQSh bilan o'yini uchun juda katta summa pul tikib undan ayirgan edi. U mast holatda bo'lganiga qaramay politsiya jinoyatchini 45 yilga ozodlikdan mahrum etadi. Nima deb o'ylaysiz? Futbol hayot uchun xavfli sport turimi? Kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring.